Bugun moda sanoati tobora yoshlarni o'ziga tortayotgan, ijod va innovatsiya birlashgan kuchli platformaga aylanib boryapti. Ana shunday yangi avlod dizaynerlarini tarbiyalayotgan loyihalardan biri mashhur dizayner Sindor tomonidan asos solingan Sindor Collection akademiyasidir. Kuni kecha ushbu akademiyaning onlayn kurs bitiruvchilar uchun bitiruv oqshomi o'tkazildi. Hozir shu haqda. Sindor Collection akademiyasi hozirga qadar ko'plab havaskor dizaynerlarga soha sirlarini o'rgatgan bo'lib, onlayn va offlayn tarzda ta'lim beradi. Unda nafaqat hamyurtlarimiz, balki Amerika Qo'shma Shtatlaridan ham o'qish istagini bildirib, bitiruvchilar safida bo'lganlar bor. Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayman. Mana 2 oy bo'ldi offlayn kurslarga kelganmiz. Shuncha narsalarni tikib o'rganganlarimizga biz juda minnatdormiz. 3 oylikni o'z ichiga qamrab olgan onlayn kurslarim mavjud. Hozir 68 ta bitiruvchimiz bor. Kurs jarayonida men shaxsan o'zim kuratorlik qilib, o'quvchilar bilan o'zim savollarga javob berib, qiziqishlarini eshitib, ular bilan o'zim gaplashganim uchun men o'zim bu jarayondan zavq olaman. Har bir sohada jarayonni o'z ko'zi bilan ko'rib o'rganish ko'p hollarda yaxshi natija beradi. Ammo bu akademiya o'quvchilari buni bir necha oy ichida onlayn tarzda uddalashdi. Biz Sindor Collection'ni modellashtirish kurslari, malaka oshirish kurslari, qo'l bezak hamma kurslari o'qidik. Offlayn kurslariga ham o'qidik. Juda ham taassurotlarimiz katta. Bu kursga o'qiganimizdan keyin o'zimizga, kasbimizga bo'lgan ishonchimiz, muhabbatimiz oshdi. Men Nukus shahridan o'qiganman, 1 oy offlayn guruhida. Hammasi ideal darajada. Hozir men 20 yildan beri tikish qilaman, lekin baribir asos andozasiz bichardik-da. Hozir endi hammasi asos andoza bo'yicha zo'r chiqyapti-da. Ana shunday ko'tarinki va noodatiy tarzda o'tkazilgan bitiruv marosimi turli shartlarga va sovg'alarga boy bo'ldi. Zarnigor Tolib va Doston Eshpo'latov, Abdurahmon Zaripov ovozi informatsion dasturi uchun.